Salomat, yaxshimisan? Nimaga unaqa qildingiz Ilyos aka? Menda ayb yo'q. Hamma ayb o'sha ayolning o'zida. Meni kutkil. 2,5 yilda qaytarman. Turmalarni qoldirib ortda. 2017-yil Ilyos o'g'rilik qilib qamaldi. Shundoq ham dars ketib turgan bu oilaga ayriliq og'irlik qildi. Kamiga nochor iqtisodiy holat tufayli ular yashab turgan uy ham sotilib ketdi. Ilyos qamoqdan qaytgandan keyin oilaviy munosabatlar butkul sovigan edi. Ular Navoiy shahrida ijaraga yashay boshlashdi. Ilyos Zarafshon shahridan uy topib, bir oyda 2-3 marta oilasidan xabar olib turdi. 2023-yil aprel oyida Beknazarova turmush o'rtog'iga Navoiy shahrida yashashini va shu yerda ishlab hayot kechirishini taklif qiladi. Natijada oila 2 nafar farzandi bilan Navoiy shahriga ijaraga uy olib, Navoiy shahrida yashab boshlaydi. Bir psixolog aytgan ekan, bu hayotda yashab o'tish uchun ham jasorat kerak deb. Hayot hammaga asal va qand tutavermaydi. Hammaning boshiga ham sinovlar keladi. Birov chidaydi, birov esa yo'q. Salomat va Ilyosning hayotdagi shirin damlar tez orada yakun topib, oila sinovlarga ro'baro keldi. Beknazarov turmush o'rtog'ini xiyonatda gumonlanib boshlaydi. 2024-yil 4-yanvar kuni Beknazarov farzandlarini ko'rgani Navoiy shahriga tashrif buyuradi. O'g'lim, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi. Aying qayerda? Ayam kechadan beri uyga kelmadilar. Kechadan beri uyga kelmadi? Ha. ...2024-yil Ilyos Navoiyga oilasini, farzandlarini ko'rgani keldi. Biroq xotini uyda tunamaganligini, bir kun oldin ishxonasida bayram nishonlab jamoa bilan o'tirish bo'lganini eshitdi. Beknazarovning o'zi Navoiy shahridan uzoq